Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan HTMLda formalar mavzusini o'rganamiz. Hop, formalar o'zi nima, vazifasi nima, shu haqida qisqacha gaplashsak. Agarda biz saytimizda foydalanuvchilar, ya'ni mijozlarimiz bilan o'zaro muloqotga kirishsak, ya'ni ulardan ma'lumotlarini, ismini, telefon raqamini, yashash manzilini va shu kabi ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsak, bizlarga HTML formasi yordamga keladi. U qanday yasaladi? Demak, forum tag yordamida yasaladi. Forum bu juft tag sarasiga kiradi va forum o'z ichiga tarkibiy boshqa taglarni ham olib keladi. Qanday taglar? Formalar o'zida asosiy taglari bu input, birinchi o'rinda formani o'zi ko'ryapsiz. Formani ochib ichida yozyapmiz. Keyin label tagi, keyin select tagi bor formani tarkib qismlaridan va yana button tagi bor. Formaning asosiy tarkibi qismlari shu taglar atrofida aylanadi. Endi keling biroz amaliyot qilib ishlab ko'ramiz. Demak, bizlarni asosiy e'tibor beradigan tagimiz bu input tagi hisoblanadi. Formadagi bu turli xil maqsadlarda ishlatiladi. Email uchun, parol uchun, hokazo har xil test variantlar tanlash uchun hammasi mana shu input uchun ishlatiladi. Label esa inputlarning nomi. Aytaylik, bu label odatda inputdan yuqoriroqda keladi. Misol uchun bir inputga bir label. Labelda vazifasi mana bu input nimaga mo'ljallanganini aytib turish. Aytaylik, mana label ism deb qo'yib qilsak, buni ochib olish kerak edi. Mana ismni ko'ryapsiz. Hozircha select bilan buttonni o'chirib turaman. Mana bu ismimiz label hisoblanadi. Inputda nimaga mo'ljallangani. Mana bu inputimiz endi korobkachamiz. Bu yerda mijozimiz bemalol o'zini haqida ma'lumotini yozishi, ismini kiritishi, hokazo. Faqat ism uchun emas, ular mijozdan qanaqadir ma'lumotlar olish uchun ishlatiladi. Keling, endi inputlari turlari bor. Ya'ni bir input turli xil vazifalarga ishlatilishi mumkin. Aytaylik, hozir holatimizda mana men ham harf, ham raqamni yozyapman. Ixtiyor ketaveradi. Faqatgina raqamga mo'ljallangan input bo'lishi mumkin, parolga mo'ljallangan input bo'lishi mumkin, fayllarni yuklash input bo'lishi mumkin. Hokazo shunga sana vaqtlarga qarab mo'ljallangan input bo'lishi mumkin. Bu bir input qanday qilib shunga aylanadi, ya'ni qanday qilib shu hammasini bajarib beradi degan savolga keladigan bo'lsak, inputning maxsus atributi bor. Bu type degan. Va type bosib enter bosadigan bo'lsak, mana buni turlari. Type degan tur, xil degani ayni mana shu inputda qaysi tur uchun ishlaydi. Odatda birinchi o'rinda inputlar dastlab text holatda turadi. Ya'ni type bersangiz ham, bermasangiz ham input turi text holatiga to'g'ri keladi. Ya'ni text holati degani siz bemalol bu yerga xohlagan narsangizni yozishingiz mumkin. Ham harf, ham raqam farqli bo'lib ketaveradi. Belgilar ham yozishingiz mumkin. Hammasini yozishingiz mumkin. Lekin asrodan qilamiz. Misol uchun label qilaylik. Demak, labelni tushundingiz. Input uchun qanaqa input, nima vazifani bajarib beradi, shuni bildirib turadi mijozimizga. Misol uchun endi bunga raqam deb qo'ydik. Raqam chiqyapti. Input. Shu narsaga e'tibor bering. Input tog' tag, ya'ni bittalik, buni juft tag emas, ikkinchi qismi yo'q.
Endi buni type'ini o'zgartiramiz. Type bo'lsin. Endi raqam uchun number degan turi bor. Demak, type number bo'ladi. Endi buni birinchisini ko'rdik. Harf ham, raqam ham, belgi ham ketadi. Lekin aynan bunisida esa mana ko'ryapsiz, endi o'zgardi. Bunda mana bunday knopkachalar paydo bo'ldi. Yuqorisini bossangiz raqam birga oshyapti, pastini bossangiz birga kamayapti. Yoki bo'lmasa ixtiyoriy raqam kiritsangiz ham bo'ladi. Lekin mana klaviaturani bosyapman, hech qanday harflar yozilmayapti. Shu jihatdan belgilar ham faqat yana raqamni o'zi uchun mo'ljallangan turi. Yana qanday bor? Misol uchun label sana vaqtlar uchun aytaylik, sana uchun input type text emas, type'ga date degan bor, date time bor. Hozir date qo'yib ko'raylik. Mana ko'ryapsiz, inputimiz endi mana bu sana vaqti uchun mo'ljallangan. Qilsak mana o'zgarib. Demak, bitta inputimiz turli xil holatda ishlashi uchun, vazifani bajarish uchun ular type'ini har xil qilib ishlatishimiz kerak ekan. To'liq hammasini yozib o'tirmayman, lekin o'zingiz bir sinab ko'rishingizga to'g'ri qoladi. Biz ko'proq ishlatiladiganini va ular haqida birozgina gaplashib o'tishimiz kerak. Keyingisi fayl uchun mo'ljallangan input type text emas, fayl uchun fayl degan bor. Mana Viber fayl bo'lib chiqyapti. Tanlasangiz, bossangiz o'zingiz kompyuteringizdan xohlagan faylni tanlab открыть qilib qo'yasiz. Mana nomi o'sha yerga chiqadi. Fayl tanlanadi. Yoki bo'lmasam parol uchun mo'ljallangan bor. Label parol deylik. Input type password yordamlanadi. Xohlagan turingizni tanlab sinab ko'rish mumkin. Password tanlaymiz. Mana bu hozir endi bu palaparch bo'lib chiqib ketyapti. E'tibor bermang, sababi CSS bilan hech qanday stil berilmagan. Endi bunga qarang, parol holatini bossangiz, yozgan narsangizni shifrlab chiqarib beryapti. Keyin mana bu plusdan bossangiz, yozgan narsangizni chiqarib beradi. Parol uchun mo'ljallangan oyna hisoblanadi. Bundan tashqari bir narsaga e'tibor berish kerak. Label misol uchun ko'p variantli deylik. Ko'p variantli. Nima uchun ko'p variantli deb qo'ydim? Sababi siz bir qancha variantlar tanlash imkoniyati beruvchi input bor. Ya'ni input type checkbox mana type checkbox. Buni nima qilib beradi desak, bizga mana bunday to'rt burchak holat chiqarib beradi. Tanlasangiz tanlanadi. Va odatda bu bir qancha mijozlar e'tiborida, diqqat e'tiborida bir qancha variantlar turadi. Tasavvur qiling, hozir men buni 3 ta qilyapman. Bir qancha variantlar turadi. Va mijoz ixtiyoringizni tanlash mumkin. Xohlasa bitta tanlaydi, xohlasa ikkita tanlaydi, xohlasa 3 ta tanlaydi. Hokazo. Mijoz xohlaganini tanlab ishlayveradi. Keling, mana shuni bir pastroqdan ajrataylik. Bizda hasher degan tegimiz bor. Bu o'rtaga chiziq chizib beradi. Mana chiziq chizib, keyingisini pastroqqa tushirib berdi. Shuni deyarli hammasiga qo'yib chiqsak bo'lar ekan. Ishimizni chiroyliroq holatda chiqarib berish uchun. Ortiqcha palaparchishlar bo'lmaydi-da. Endi nisbatan bir-biridan sal farqlanib chiqyapti. Keyingisi
aynan shu checkboxga o'xshab vazifa bajarib beradigani bu label radio. Hozircha bu forga e'tibor qaratmay turasiz. Ya'ni bittani tanlash. Bitta variant degan bo'ladi. Endi ko'ryapsiz, ko'p variantida checkbox holatda bo'ladi va ixtiyoriy bir nechta qiymat tanlash mumkin. Lekin bitta variantida o'zini nomida aytgandek, faqatgina bitta variant tanlanishi mumkin. Input type radio holatda bo'ladi. Mana farqni ham ko'ryapsiz, bu to'rtburchak, bu dumaloq. Yana bitta hosil qilamiz. Yoki bo'lsam shuni o'zini ko'pga qilib tashlasak ham bo'ladi. Mana ikkita chiqyapti. Bu nima uchun ishlatiladi? Bunda savol bilasiz, savol variantlarida eng kamida ikkita yoki bo'lmasam 4 ta, 3 ta har xil javoblar bo'ladi. Mijot bittasini tanlash kerak bo'ladi. Faqat bittasini. Buni bossa, buni tanlasa bu tanlanmashi kerak, bu tanlansa bu tanlanmashi kerak. Lekin hozir ishlatishingiz mumkin, ikkalasi ham tanlandi-ku deb. Buni ishlatish uchun yana bitta yangi narsa qo'shamiz. Bu endi inputlarga nom berib chiqishni o'rganamiz. Ya'ni inputlar kiritgan ma'lumotni qaysi nom ostida serverga yuklash, ya'ni backend qabul qilib olishi yoki bo'lmasa mana bunday radiolarimizni faqat bittasini ishlatishni ta'minlab berish kerak bo'ladi. Keling, bu ikkalasidan boshlaymiz. Name qo'yamiz, name atributi va unga atalik select deb ixtiyoriy yozib qo'yamiz. Bu name ixtiyoriy yozilsa bo'ladi. Xohlagan narsangizni yozsangiz bo'ladi. Misol uchun AA qilib qo'yishingiz mumkin. Name e'tibor bering, nima uchun ikkalasini bir xil nomda tanladim? Odatda type radio holatda bo'lganida siz mana bunday tanlash imkoniyatini, bittasini tanlash imkoniyatini qilmoqchi bo'lsangiz, unda type radio bo'lgan elementni, inputlarni, name'ini bir xil qilib qo'yganingiz ma'qul. Ya'ni to'g'ri ishlatish uchun bir xil qo'yishingiz kerak. Endi ko'ramiz. Buni tanlayman, buni tanlasam, mana bunday o'chib ketyapti. Buni tanlasam, bunday o'chib ketyapti. Shu holatda to'g'ri ishlaydi. Qolgan inputlarga esa ixtiyoriy nom berib ketaveradi. Misol uchun aynan bir xil bo'lib qolmashi kerak nomlari. Misol uchun bu SSS kodaysiga name DDD bunga name. Xullas hamma inputlarga nom berib chiqish kerak. Bu nomingiz o'sha inputga kiritilgan ma'lumot qaysi nom ostida serverga yuborish kerakligini bildiradi. Endi radio holatida sizda aytaylik bitta savol bor. O'sha savolning variantlarigina nima bir xil bo'ladi. Sizda yana bitta savol bo'lsa-yu, aytaylik, yana bitta label kiritaylik ana bu yerdan. Bear qo'ysak, endi bear tagi bor, hasherdan farqli o'laroq hasher ko'ryapsiz. O'rtaga bitta chiziq chizib, element pastga tushirib beryapti. Bear tagi esa chiziq chizmasdan pastga tushirib beradi. Misol uchun label bunga yana bitta deylik, farqli yana bitta. Va mana bu ikkita inputimizni olib kelamiz. Va joylaymiz. Endi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkita input qildim, lekin endi buni nomlarini boshqa qilishim kerak. Yuqoridagi nomlarimiz bilan bir xil bo'lmasligi kerak. Lekin buni bitta savolda bo'lsak, buni ikkita input bo'lsa va typelar radio bo'lsa, bularning name bir xil bo'ladi. Buni yana bitta savolda bo'lsak va buning ham typelar radio bo'lsa, ayni o'sha savolga biriktirilgan inputlarning name'lari bir xil bo'lishi kerak. Mana to'g'ri ishlash uchun. Yana siz o'ylamang, barcha type radio bo'lganlarni, ya'ni sizning loyihangizdagi barcha inputlarda type radio bo'lsa, hammasining name bir xil bo'lishi kerak edi. Shunchaki o'zida biriktirilgan savolga yoki bo'lmasam topshiriqqa biriktirilgan inputning typelari radio bo'lgan holatdagina name bir xil bo'ladi. Shu joyga diqqatli bo'lishga harakat qiling. Bundan tashqari hammasini yozib o'tirmayman. O'zingiz yozib sinab ko'ring, pastdan yozib
bu holatda Ctrl slash ya'ni qiyshiqcha slash tugmamizni bossak, ya'ni bizda mana bunday chiziqcha bor, o'sha tugmamizni bossak, bizga cho'rnoy hosil qilib beradi. Cho'rnoy bizga eslatma uchun kerak bo'ladi, hech qanday ekranga chiqmaydi. Bundan tashqari email bor, tel bor, inputlarimizni type'lari, color bor, yana nima bor? Number, text ketdi, file, password ketdi, checkbox ketdi. Xullas, o'zingiz mana bu yerdagi tasavvur qiling, input kiritaman. Input type. Mana shu yerda chiqqan qiymatlarni o'zingiz bir ishlatib sinab ko'ring. Faqat mana submit turi yoki bo'lmasam button turi tugmaga ishlatiladi, ya'ni mana bu buttonimizga. Bir katta harf yozyapman. Buttonga beriladi. Type yo submit berasiz. Submit yoki bo'lmasam button deb berasiz. Submit yoki button. Button tipiga qarab. Qolganlarni bir ishlatib sinab ko'ring. Keyingi dars yana davom ettiramiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling sizlar.